Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Quyonchilik ma'lumoti serialiga xush kelibsizlar. Bugun 21-qismning quyonlarni saqlash mazmunini to'g'risida ozgina ma'lumot beramiz. Quyonchilik xo'jaligini tashkil etishda quruq, shamoldan himoyalangan, yo'llardan uzoqroq yer tanlanadi. Eng muhim talablardan biri bu quyonxona va hujayralarda namlik bo'lmasligi. Shuning uchun ferma past, botqoq yerlarda yoki daryo va ko'llarga yaqin joylarda qurilmasligi kerak. Masalan, 800 ta ona quyon va ularning bolalari uchun yer maydoni taxminan 1 gektar bo'lishi lozim. Ferma atrofi to'siq yoki devor bilan o'rab qo'yiladi. Quyonxonani boshqa chorvachilik binolari bilan birga joylashtirish maqsadda muvofiq. Bu holatda mexanizatsiyadan ko'proq foydalanish, transport va suv ta'minotini tejamli yo'lga qo'yish, qo'riqlash xarajatlarini kamaytirish mumkin bo'ladi. Biroq bunday qurish veterinariya va yong'in xavfsizligi qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi shart. Uchastka tanlanganda suv manbalariga alohida e'tibor berish kerak. Suv sifati katta ahamiyatga ega. Turib qolgan, iflos suv bilan quyonlarni ichirish mumkin emas. Hozirgi kunda ko'p fermada quyonlar yil davomida tashqi hujayralarda ham saqlanadi. Bu usul quyonlarni toza havo va quyosh nurlari bilan ta'minlaydi, lekin xizmat ko'rsatishda mehnat ko'p sarflanadi. Natijada mehnat unumliligi past bo'ladi. Bir ishchi 70-80 ta ona quyon va ularning bolalariga xizmat ko'rsatadi. Bir yilda bunday ishchi 1200-1600 ta bola quyon yetishtirishi yoki taxminan 35 sentr vazniga go'sht olib berishi mumkin. Xizmat qulay bo'lishi uchun hujayralar yerdan 80 sm balandlikda yog'och usullarga yoki eshkaklarga o'rnatiladi. Ular qator yoki blok tarzida joylashtiriladi. Har bir blokda 10 ta 12 ta hujayra bo'ladi. Qator orasida 1,6-2 metr masofa qoldiriladi. Hujayralar oldindagi devorini eshigi 40-60 sm bo'lishi kerak. Bir tomonda yem qo'yiladigan yaslik, ikkinchi tomonda esa bolalar bo'limi, ona hujayrasi joylashtiriladi. Yaslida qo'pol va yashil ozuqa saqlanadi. Hujayra ichida metall panjara bo'lib, cho'qqilar orasi 3 sm qilinadi. Janubiy hududlarda quyosh zarbasining oldini olish uchun hujayralar g'arb tomonga, boshqa hududlarda esa ko'proq janubiy sharqqa qaratib o'rnatiladi. Yozda hujayralar soyalanishi yoki sovuq joyga ko'chirilishi, qishda esa somon matlar va podstilka bilan isitilishi kerak. Katta quyonlar yakka holda, 2,5 oygacha bo'lgan bolalar esa 3-5 tadan saqlanadi. Guruhli hujayralar. Bolalarni, ya'ni yosh quyonlarni guruhli hujayralarda ham saqlash mumkin. Bir bolaga taxminan 0,2 kvadrat metr maydoni kerak. Bitta guruhli hujayra 10-15 bolaga mo'ljallasa yaxshi. 3 oyga yaqin yoshda bo'lgan ularni jinsini qarab ajratish va har bir quyonga 0,3-0,4 kvadrat metr hujayra maydoni ajratish zarur. Setkali polli guruhli hujayralarda bolalar yaxshi o'sadi. O'lim holati kamayadi, xizmatga vaqt kam ketadi va kasalliklar, masalan koktidioz, kamayadi. Ko'p fermalarda quyonlar xona ichida ham saqlanadi. Bu usulda hujayralar 2 qator va 2 qavat qilib joylashtiriladi yoki bir qavatda joylashtirilishi ham mumkin. Bunday sharoitda oddiy mexanizatsiyadan foydalanish mumkin va mehnat samaradorligi 2 barobar oshiriladi. Masalan, bu usulda bir ishchi 110 ta ona quyonga xizmat qilib, 2,5 mingta bola quyon yetishtirilishi mumkin. Oddiy hujayralarda esa 1400 ta yetishtiriladi. Xonalarning ichida boqish usulida suv berish va yem tarqatishni mexanizatsiya qilish imkonini beradi. Bir ishchi 200 ta 250 ta ona quyongacha xizmat qilishi mumkin. Xonalarda boqish usulida tom va tirqishli oyna quyonlarni shamol va qordan himoya qiladi. Bu usul quruq, shamoldan himoyalangan yerda
qurilishi va shamol yo'nalishiga to'g'ri qaratilgan holatda joylashtirishi kerak. Xonaning ichida quyonlarni saqlash usulida xonaning ichi havo harorati 15 dan 20 gradusgacha bo'lishi lozim. Havoning nami 50 dan 60% gacha bo'lishi kerak. Xonaning harorati 28 gradus issiqlikdan oshishni boshlasa, quyonlar o'zini yaxshi his qilishmaydi. Ularning terlash xususiyati, odamga o'xshash terlash xususiyati yo'q bo'lgan sababli ularning badani havo haroratidan 2-3 gradus yuqori yuradi. Quyonlar o'zining qulog'i orqali badanini salqinlashtirishi mumkin. Chunki aynan quloqlarida katta tomirlar o'tgan. Qon shu quyonlarning qulog'ida aylanganda o'zini badanini ozgina bo'lsa ham salqin qiladi. Shu sababli havo harorati baland bo'lganda quyonlarni ozgina badanini sovutishda quloqlarga sovuq suv sepsa bo'ladi. Qulog'ining ichiga suv tushishdan hech qo'rqmaslik lozim. Quyonlarning qulog'i quyonning badani uchun konditsioner vazifasini bajaradi. Qanchalik quyonning qulog'i katta bo'lsa, shunchalik issiqqa chidamliroq bo'ladi. O'rtoqlar, misol uchun mana shunaqa 3 qavatlik, 2 qavatli, 3 qavatlik quyon illarni ham yasasa bo'ladi. Buni plyus taraflari maydonning kvadrat metrida yutasizlar. Shuni tarafdan bu yaxshi. Mana bitta tarafida misol uchun quyon aylanib yuradigan bo'lsa, ikkinchi tarafida bu matishnik hisoblanadi. Bu yoqqa faner qo'yib qo'yiladi. Tug'ishidan oldin. Tug'ishdan 10 kun oldin taxminan faner qo'yib qo'ysa bo'ladi va somon hashalat tashlasa bo'ladi. Quyonning poli setka qilsa ham bo'ladi. Mana bitta barmoq sig'adigan qilib setkaga любой quyonning oyog'i ham to'g'ri kelavermaydi. Misol uchun rekslarning oyoqlari setkada yaralanishi mumkin. Agarda bu quyon shu setkalik sharoitda yoshlikdan o'smagan bo'lsa, ko'p quyonlarni mana shu setkaga o'rgatish uchun mana shunaqa fanerlar qo'ysa bo'ladi. Shu fanerga o'xshagan narsalar qo'ysa bo'ladi, oyog'i dam olib turish uchun. Agar quyon tug'ilib o'sgan bo'lsa, shunaqa sharoitda faner shart emas. Lekin boshqa joydan olib kelinadigan bo'lsa, quyonni iloji bo'lsa, mana shunaqa fanerda dam oltiradigan joyda, oyog'ini dam oltiradigan joy qo'yish kerak. Quyonning ham shu sharoitda o'sgan bo'lsa ham bir xillarda vesi katta bo'lgan sari oyog'iga katta bosimga nagruzka bo'ladi. Shu vesi katta bo'lgan sababli ham oyog'i yaradorli bo'lishi mumkin. Bu kasalni pododermatit deb nomlanadi. Pododermatitlarni tuzatishni yoki oldini olishni biz shu to'g'risida ham ma'lumot ozgina berib o'tamiz. Quyonlarda oyog'ining pododermatitga chalinishi nafaqat setkali polda bo'lishi mumkin, hatto yog'ochli polda ham uchraydi va yer betonli yog'och pollarda ham uchraydi. Buni sababi katta vazni ham bo'lishi mumkin, oyog'iga juda katta nagruzka bo'ladi va A vitamin yetishmovchilik bo'lishi mumkin, D3 vitamin yetishmovchilik bo'lishi mumkin va E vitamini yetishmovchiligi mumkin. D3 vitamin bu suyak va sochlari o'sishga yordam beradi. A vitamini bu sochlar va boshqa teri ham rivojlanishga, harakat qilishga, tezroq o'sishga yordam beradi. G vitamini esa immunitetni oshiradi va har xil infeksiyalarga qarshi kurashga yordam beradi.
Shu vitaminlar qaysi ozuqalarda olsa bo'ladi va qaysi ozuqalar bilan boqsa bo'ladi? Bu savollarga biz kelgusi qismlarimizda javob beramiz. Bugungi 21-qismimiz yakuniga keldi. Keyingi qismlarimizda biz ozuqa va uning tarkibi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Keyingi qismlarimizda ko'rishguncha va eshitgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.